Menga BTS haqida hikoyalar eshitish yoqadi. Chunki ularning musiqalarini eshitganimda, hikoyalar eshitganimda hayotga nisbatan motivatsiyam oldinga undaydi meni. Negadir qiziqishim ortadi hayotga nisbatan. Chunki ularning qo'shiqlaridagi ma'nolar, ular shunchaki ma'no yoki so'z emas. Siz bir marta eshitib tarjima qilib ko'ring. Siz o'ylayotgan ularga nisbatan negativ fikrlar hammasi xato. Ular muxlislari uchun, ya'ni hayotga bo'lgan qiziqishi cho'kkan odamlarni yana qayta uyg'otish uchun kuylashadi. Ular hayotda katta mehnat va harakat qilishgan.